O'ylab ko'rganmisiz, kofe zararli ichimlikmi yoki foydali? Ma'lumotlarga ko'ra, kofe suvdan keyingi eng foydali ichimlik hisoblanadi, agar me'yorida ichilsa. 2019-yilda Xitoyda 21 ta kofe iste'moli bo'yicha tadqiqotlar tahlili bo'yicha har kuni 2-3 piyola kofe iste'mol qiladigan bemorlarda o'lim xavfi 10-13% gacha kamaygan. Bundan tashqari, ilmiy izlanishlar doimiy kofe iste'moli stress darajasining sezilarli kamayishiga yordam berishini ko'rsatgan. 2017-yilda Xalqaro saratonga qarshi kurash agentligi 500 ming inson o'rtasida o'tkazgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, kofeni muntazam iste'mol qiladigan insonlarda ayrim turdagi onkologik kasalliklarning uchrash chastotasi kamayishi aniqlangan. Shu bilan birga, me'yorida iste'mol qilingan kofe yurak, jigar kasalliklarini bir necha barobarga kamaytirishi aniqlangan. Yana bir qiziq ma'lumot, muntazam kofe iste'mol qiladigan insonlarda Parkinson kasalligining rivojlanish xavfi bir necha barobarga kamayadi. Yana shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki, kofe iste'moli kuniga 2-3 chashkadan oshmasligi kerak va yuqori qon bosimi, taxikardiya va aritmiyasi bor bemorlar kofe iste'molini cheklashlari zarur. Siz ham kofe ichishni yaxshi ko'rasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.